Maza qildim bor, juda maza qildim eshitib. O'zi bu opani kuzatardim-da. Shunaqa komediya bor, endi bu safar rosta maza qildim. Eshitdinglar sizlar ham. Erkak degani faqat ishlab, xotin bola chaqa ota-onasini boqib, kechqurun kelib yana charchagan holida xotinini ham xursandki qilishi kerak bo'lgan zot emas bola. Uni ham joni bor. U ham temirdan emas. U ham xohlaydi choyxona yurishi o'rtoqlari bilan, nima gap deb, gaz qatta gaz deb yurishi u ham xohlaydi. Tan kelganda sen qiyshayib kutib olsang. Ha, tinchlikmi? Yo, erkaklar bechoralarga hozir o'ylab qoldim, juda qiyin. Qornim och desa ham aybdor, ha? To'ydirib yormadimi deydi. Qornim to'q desa ham aybdor, ha? To'ydirib yordimi deydi. Yo, nima qilsin qizim? Bunda olib qarasa, ayol kishini qiladigan ishi uylarni tozalash, farzand tarbiyalash, bolaga qarash. Erkak kishini vazifasi oila boqish. Ikkalasining ham vazifasi, mas'uliyati katta. Ikkalasining ham mas'uliyati, o'sha qilayotgan vazifasi qiyin. Juda qiyin. Faqat o'sha narsani bir-biri tushunmaydi. Erkak aytadi, uyda o'tiribdi-yu, nima qilyapti deydi. Ayol aytadi, ko'chada-yu, ishlayapti-yu, maza qilib, xohlaganini yeb, ichib, kayfiyat qilib yuribdi-yu deydi. Yo'q qizim, erkaklarga ham juda qiyin bolam. Ular ham maza qilib bir kungina dam oladi, yakshanba. Agar shunda ham dam oladigan kuni bo'lsa, bo'lmasa yo'q. Bir kun dam oladi, yakshanba kuni erkak kishi. Shunda ham bola chaqani berib qo'yasizlar qo'liga. Men bolangizga qaraysan bir pas. Ishdan keldi, siz ham bir kun Xudoga shukr bu uyda tutadigan kunimiz bor ekan. Bolaga qarang, men bir dam olib kelay endi deganini qarang. Bozor aylanib kel, bozorga shu chiqasan, ketasan bozorga. Nima qidirasan shuncha soat bilmayman. Eringni pulini quritib. O'shaning uchun men toqqa ketyapman desa ruxsat ber. Men boqqa ketyapman desa ruxsat ber, pirash. Pirashingga bosma eringni. Bolam, keladi bab yoningga. O'sha erkak bechara ham bir orzu havas qilib uylangan edi. Mana shu pirashkaga uylansam, baxtli bo'laman. Har kuni mana bunaqa penyorlar kiyib olib kutib oladi. Ha, olib boraman deb. Ja, ertalabgacha deb bu ham orzu havas qiluvdi. Qarabdiki, to'y o'tdi, makiyaj yuvildi, bir ajdarho paydo bo'ldi-da. Bu ham siqilib deb yig'lab bir ayolni mashtiga boshini qo'yib, qiynalib ketdim, onasi degisi keluvdi bu ham. Nasib qilmadi lekin. Voy bilan bu postdan keyin meni подписчиklarim mendan yuz o'girmanglar. Prosta shunaqa nima deydi? Menga murojaat keldi. Iltimos erkaklarni ham yonina olib chiqinglar deb. Ayol muqaddas. Xotininglarni yaxshi ko'ringlar, xotinlar qadriga yetinglar. Oila tinch bo'ladi, mayli, toqqa chiqmanglar. Sizlar uylandinglar, o'sha tog' nima kerak sizlarga? Uyda o'tirganinglar yaxshi. Tinchlik bo'ladi-da.